Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan ayollar salomatligi va foydali maslahatlar YouTube sahifasi. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi mavzu islomiy kalendar asosida homila jinsini aniqlashdir. Unutmang, barchasi Allohdan, bu bir qiziqish uchun chiqarilgan, ayollardan umumlashtirilgan holatdagi taxminiy homila jinsini aniqlash usulidir. Demak, homilador bo'lgan ayol albatta erta muddatlarda kichkintoyning jinsini bilishga juda ham qiziqadi. Bu nafaqat onalarga, balki bo'lajak otajonlarimiz uchun ham juda ham qiziq bo'lgan bir jarayondir. Demak, islomiy kalendar orqali homilani istalgan muddatda aniqlash mumkin. Ya'ni 1 haftalik, 2 haftalik, 30 haftalik, 20 haftalik, buni farqi yo'q. Qiziqish uchun ko'rib chiqishingiz mumkin. Video davomida sizga islomiy kalendarni va bu asosida taxminiy biror ayolni homilasini jinsini aniqlab beraman. Shuning uchun videoni oxirigacha kuzating va o'tkazib yubormang. Va agarda siz mutaxassis bilan birgalikda juda ko'plab usullar jamlanmalarida aniqlatishni istasangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali, Telegram sahifasi orqali mutaxassis bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, islomiy kalendar Xitoy kalendari, Yapon, Singapur, Tailand, Maya kalendarlaridan juda ham farqli. Mana islomiy kalendarda sizga 18 dan 30 yoshgacha berganman. Islomiy kalendarda esa 45-48 yoshgacha aniqlash mumkin. Demak, kalendarning yuqorgi qismlarida onaning yoshlari va yon tarafda esa har bitta oyning islomiy nomi berilgan. Bular asosida onaning birinchi o'rinda hijriy yoshini aniqlaymiz va shuningdek homilador bo'lgan oyni aniqlashimiz kerak. Buning uchun agar sizga tug'ruq sanasi berilgan bo'lsa, undan 9 oyni ayirib tashlaysiz. Demak, misol uchun olaylik. 97-yil 5-yanvarda tug'ilgan ayolni olamiz. Uning hijriy yoshini hisoblaymiz, ya'ni hijriy yosh 29 yoshda. Hijriy yil bo'yicha hisob-kitob olinadi, chunki bu islomiy kalendar va homila bo'lgan oy bizga juda ham muhim. Aytaylik, ayol hayz ko'rgan oyni olamiz. Dekabr oxirlarida hayz ko'rgan bo'lsa, 20 dan keyin katta ehtimol bilan homila yanvar oylarida bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yana ham ultratovushda aniq beriladigan holatdir. Demak, ayol 29 yosh va agarda u dekabr oyida 24-dekabrda hayz ko'rgan bo'lsa va hayz 27-dekabrda tugagan bo'lsa, demak yanvar oyida, Muharram oyida homila bo'lgan bo'ladi va katta ehtimol bilan homilaning jinsi qiz deb taxmin qilinadi. Unutmang, bular 100%ligicha chiqmaydi, 100% haqiqat deb aytib bo'lmaydi, ammo qiziqish uchun bir usul sifatida sizga ma'lumot sifatida berdim. Niyatimiz har bir onajonlarimiz homila xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz, Alloh eng xayrlisini beradi. Eng muhimi sog'lom, fayzli, barokatli va har doim ota-onasiga duo olib keladigan el yurt xizmatidagi aziz farzand bo'lib yetishsin.